Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. YouTube kanalida Norin Agrobot kuzatuvchilari, obunachilar, obuna bo'lmay kuzatuvchilar, hammasizlar. Bugun 2-avgust sanasi. Xo'sh. Bugungi mavzumizda xohlasa o'tlardan tozalab qo'yishibdi, tayyorlab qo'ydik jiyanlarga. Endi yurib tekshirib chiqsak bo'ladi bog'larda. Bu yoqda olmalar mana avgust oyi keldi. Yetilib qolibdi. Uzish mavsumi ham boshlanib qoldi. Mana 1 haftada uzishni boshlashadi dehqonlar. Bog'larimiz orasi 9,5. Oralarda mana ol qo'ylarga o'tlar bilan ham beda sepilgan. 3-o'rim ekan. O'rim yig'ishtirib. Mana bu esa pinkleda olmalarimiz. Norchantog'niki MM106. Doralash kerak bo'lar ekan, shira tushishni boshlabdi uchiga. Bog'da har holda quyosh qaytarish kamroq. Xonadonlarda ko'chatlarda eplab bo'lmayapti. Barg kuyishi juda kuchli. Chunki qishloq xonadon ko'cha, asfalt bo'lgan ko'chalar qolmadi. O'sha issiq, lekin o'sha shaharga chiqqanlar biladi, shaharda qanchalik nafas bo'lmaydi asfaltda. Betga urgan issig'i o'sha asfalt qaytaradi. Yer quyosh nurini o'sha ancha singdirib turar ekan. Mana bog'larda esa bunaqa betga uradigan issiq yo'q. Hozir shu issiqdagi ko'chaga chiqsangiz betingiz uradi issiq. Buni yaxshi bilasizlar. O'shani hisobiga xonadonlarda, mahallalarda qaytarish ko'p. Xonadonda ekilgan ko'chatlar barglar kuyish o'ta ko'p, kuchli. Voha taraflarda ham issiq kuchliligi sababli bog'larda ham iplash olmayapti, kuyishlar ko'p. Xo'p. Mavzumizda yana bir qaratadigan jihatimiz yana avgust oyiga o'tgan sababli olma uzish mavsumi deb taqiqladim. Mana olmalarimizni bir tekshirib chiqamiz. Mana 2-3 yildan beri kesish jarayonlari orqali mana shira tushibdi. Kallahlab odam bo'ydan brusasidan kallahlab yoshoqlarni chiqarib ularni yetiltirib ikkitalarni miyaga yotqizib o'tgan yil ham unchalik hosil bo'lmagan. Mana endi bu yil haqiqiy mevasini ko'rsatyapti olmalarimiz. Semiren olmalarimiz. Ko'pligidan nima ham qilinmagan, taqalanmagan ham mevalarni qanday bo'lsa shunday holatda qo'yishgan. Mayda bo'lib qolib sevar ekanmiz. O'rta hollari mayda aralash mana pervasot 5 yıldız eski nevalarimiz. Endi bu mevalarimizda mana shu vaqtgacha bozorlarda trendga chiqqan yaxshi olmalar. Endi hozirga kelib yangi nevalar chiqib bulardi. Endi maqtashimiz o'rindami, o'rinsizmi? Kimga qanday?
Endi biz ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz shu mana olma daraxtimiz. Mana kesgan joyimiz qaytarib. Ko'rganlar bu yerlarda taniydi ham mana YouTube'da 25-yil noyabrda bir hafta 10 kun kesgan jarayonlarimizni berdik qo'yib borganmiz. YouTube'ga shu bog'larimiz, shoxlarimizni ko'p qo'yganmiz deganmiz. Yosh kattalik uchun mana mevalar bemalol ko'taryapti. O'sha shu gapni taqiqladik. Shoxlarim uchun ko'p. Olmalar mana to'kilib, oshchasini yetilib ham qopti. Mana men hozir proba ham qilib ko'rdim. Haqiqatda usta bo'laveradigan bo'lib qopti. Mazasi bor olmani. Bervasot yaxshi olma. Yanvar fevralga bemalol turadi bu ham. Yaxshi yo'lda saqlansa. Endi hozir Bitlida olmalar ham chiqib endi tabiq qilinyapti bog'larga. Sekin-sekin endi olmalar ham o'zini oqlasa bu olmalarga almashadi. Mana shu yerdan qaytargan ekanmiz uni. Bu shoximiz sirg'alib ketibdi, ko'tara olmasdan. Olmalarimiz pastgacha tushib olgan. Tepadagi olmalar. Mana hurmalarni ham kallahlaganmiz. Yumshoqlarni qo'yib ajdan 5 tagacha katta shoxlardan tashlaganmiz. Umuman terisha olmagan o'tgan yili. O'sha hisobiga bari kuchlar mana yangi o'suvchi shoxlarga berib o'syapti, o'suvchi shoxlar. Mana kesgan joylarimizda o'sib shoxlar chiqyapti. Ularni kesganmiz, yon shoxlarga kuchli berganmiz. Mana mevalar. Danasiz anjir shaftoli, anjir hurma. Shu yondagi mevalar ham mana tevadagilar bar yonga olgan. Hosil o'shancha. Chiroyli qilib yaxshilarga zaha qilmasdan bularni podvalga yoki xolodilnikka qo'yilsa sinib ketibdi. Yer bilan bitta qoldi. Bir hafta oldin ham bu jarayon yo'q edi, mana to'kilib ketibdi. Bu yil amaliyotda kelgan ekanmi?
olmalar yetilganligi ham shekilli, mana haqiqatda yumshab qolibdi deb ko'rsak, ularni uzish ham uzib qo'yish kerak. Mana to'kilib turib, bandari to'kilib ketib, mol bo'lgandan terib qo'ygan yaxshi. Hisobda tersak bo'laverar ekan. Mana chiroyli olmalarimiz ham to'kilyapti. Bu yil yana ketishni qisqartirar ekanmiz, yengillatdi demak. Olmalar shoxlarini Xudoyimda o'zi bir yil bergan ne'matini ko'p sug'oribdi. Allohdan hammasi. Biz o'zimizni maqtay olmaymiz. Bu ko'rdik o'shaning uchun bo'ldi deb. Sababchi albatta tarbiya qilib qo'ysa, Alloh bersa, uni bergan narsasini amallab yetkazishimiz o'zimiz qo'limizda ekan. Mana buni ham qaytargan joyimiz juda baland. Bu olmalarimiz semirenkalar ko'pligidan mayda bo'lib qolibdi. Hop. Mana chap tomonga o'taylikchi. Kallahlagan joyimiz mana 1,5 metrdan. Beşon pırasam 10'dan bitti emas, 20'dan bitti ama kurt tushgan bema'ni emas. 5% nechigan bo'ladi? 5% emas, bitta ikkita. Vaqtida yaxshi davolaganmiz. Bundan keyin 2 marta oymoy. Semirenkamiz. Shunday gaplar do'stlar. Bugungi mavzumiz mana shaptozlarga suv ochishga kelib shu bahanada olmalarga ham sizlarning holatini ko'rib, gilozlarimiz 3 yoshlik kichkinalarimiz mana ko'rlayapti.
yonboshga. Xo'p, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib kuzataylik. Do'stlar, manfaatli videolarimiz uchun layklarni ayamanglar. Sizlar bilan Navron Mirobod keyingi mavzulargacha omon bo'laylik.